Restoranlarda bir porsiyasi 40-50 ming so'm turadigan mana shu xrustyashi baqlajon salatini birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi ishimizni rukovaga tuz solib, muzli suvga ivitib qo'yishdan boshlaymiz. Rukovani muzli suvga ivitishimizning sababi o'zidagi taxirlikni chiqarib yuboradi. Keyingi ishimiz klar tayyorlab olishdan iborat. Buning uchun un, kraxmal hamda suv solib, yarim choy qoshiq tuz ham solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Pomidorlarni bo'lib olamiz. Baqlajonlarni postini zebra qilib artib olamiz. Baqlajonlarni shu shaklda to'g'rab olamiz. Idishga baqlajonlar ko'mguncha yog' solib olamiz. Baqlajonlarimizni pilarga botirib olamiz. Qizigan yog'ga pilarga botirilgan baqlajonlarimizni pishirib olamiz. Qizlar yog' qattiq qizigan bo'lish kerak emas va juda ham olovi pasand bo'lish kerak emas. Agar past bo'lsa, baqlajoninglar qarsildoq chiqmaydi. Yana ham mazali bo'lish uchun balzamический oq uksusga rukovalarimizni aralashtirib olamiz. Tarelkaga rukolani solib olamiz. Sizga pomidorchilar, qo'rib olgan baqlajonlarni aroldi sousidan, ya'ni baqlajonimizning mazasini chiqarib beradigan sousimizni hisobli shu tartibda yana bir marta terib olamiz. Xohishga qarab bezatamiz. Men oq kunjutdan foydalandim, yoqimli ishtaha.